Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amarkis brokerdan ro'yxatga o'tishni va verifikatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz avvalambor video ostidagi kommentariyaga kirib, o'sha yerdagi silka ustiga bosamiz. Xo'p, silka ustiga bosganimizda quyidagi Amarkis brokerning rasmiy saytiga o'tib olamiz va bu yerda biz hisob ro'yxatga o'tishni boshlaymiz. Bu yerda ism degan joyga ID karta yoki pasportdagi ismimizni to'liq qanday bo'lsa o'sha holda kirgizamiz. Katta harfda bo'lsa katta harfda, belgili bo'lsa belgida va familiyani ham bu yerda biz ID karta yoki pasportdagidek qilib, xuddi bir xil qilib bu yerga kirgizamiz. Xo'p, bu yerga email degan joyga emailimizni kirgizamiz. Undan so'ng telefon raqamimizni kirgizasiz va platformaga esa MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5 uni tanlaysiz. Bu yerda menda partner kod bor degan joyga agar siz quyidagi kodni kirgizsangiz, depozit qilish yoki pul yutishda qanaqadir muammo bo'lsa, menga bog'lanib bu muammoni hal qilishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda hamma bo'limda to'liq to'ldirib chiqqanimizdan so'ng biz pastdagi men shartlarni o'qib chiqdim va shartlarni qabul qilaman o'sha tugmani ustiga bosib, biz pastdagi yashil, ya'ni hisob ochish tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda biz muvaffaqiyatli brokerning ro'yxatiga o'tib oldik. Bu yerda biz keyingi qiladigan ishimiz bu Amarkis ilovasini App Store yoki Play Marketdan yuklab olamiz va o'sha ilovadan qolganini davom ettiramiz. Amarkis ilovasini yuklab oldik va bu yerda Amarkis ilovasiga kirib olamiz. Xo'p, bu yerda menda allaqachon akkaunt bor. Shuni ustiga bosib, bu yerda sizning elektron manzilingizni va bu yerda parol degan joyga siz Amarkisdan ro'yxatga o'tganingizda sizning email manzilingizga, elektron pochta manzilingiz va sizga parol yuboradi. O'sha parolni bu yerga kirgizasiz va kirish tugmasini ustiga bosasiz. Akkauntimizga kirib olganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz bu verifikatsiyadan o'tish. Verifikatsiyadan o'tish bu Amarkis brokerda juda ham oson. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz pastdagi knopkada ko'proq ustiga bosib, bu yerda elektron pochta shuni ustiga bosamiz va birinchi avvalambor pochtamizni tasdiqlab olamiz. Ya'ni pochtamizga kod keladi, o'sha kodni bu yerga kirgizamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu telefon raqamimizni tasdiqlaymiz. Telefon raqami ustiga bosib, telefon raqamimizga kod yuboriladi, o'sha kodni bu yerga kirgizamiz va keyingi qiladigan ishimiz bu hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport yoki haydovchilik guvohnomasini tasdiqlaymiz. Ya'ni buni hujjat ustiga bosib, sizga kamera ochiladi va o'sha joyga to'g'rilab pasport yoki ID kartangizni, pasportning old tarafini, ID kartangizni old va orqa tarafini rasmga olib tashlaysiz va 10-15 daqiqa ichida sizning so'rovingiz ko'rib chiqiladi. Siz to'liq verifikatsiyadan o'tasiz va bemalol savdo qilishingiz mumkin. Xo'p, biz hisob ochishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun barcha hisoblar ustiga bosamiz va bu yerda hisob oching. Bu yerda platformani, ya'ni MetaTrader yoki MetaTrader 5 ni tanlaymiz. Bu yerda o'zingizlarga ma'qul keladiganini tanlaysizlar. Bu yerda men MetaTrader 5 ni tanlayman. Hisob turi bu yerda standart, YSN va zero hisoblari mavjud. O'zingizlar xohlaganingizdan tanlab bu yerda olishingiz mumkin. Xo'p, hisob valyutasi bu yerda dollar turadi. Kreditni yilga bu yerda maksimum 1 ga 3000 va 1 ga 1 mavjud. Bu yerda o'zingizlar xohlaganini tanlashingiz mumkin. Va pozitsiyani hisobga olishda bu yerda hedgingni va hammasi bo'lgandan so'ng yangi hisob yarating tugmani ustiga bosib biroz kutamiz. Xo'p, bizda mana hisob ochildi. Bu hisobni endi bemalol MetaTrader 5 ga ulashimiz mumkin. Va biz keyingi qiladigan ishimiz bu depozit qilish, ya'ni hisobni to'ldirish. Buning uchun depozit tugmasini ustiga bosamiz. Va xo'p, bu yerda bizda to'lov usullari Amarkis juda ham keng to'lov usullariga ega. Ya'ni bu yerda siz UzCard, Humo, Click yoki Payme, rublda yoki Visa yoki Mastercard va elektron hamyonda bemalol hisobingizni to'ldirishingiz mumkin. Buning uchun masalan O'zbekistonda ko'plab foydalanuvchilarga UzCard yoki Humoda to'ldirish uchun UzCard Humo bo'limini ustiga bosamiz. Va bu yerda to'ldirish miqdori ko'rib turganingizdek $5, ya'ni где-то 60 ming so'm hisoblanadi. Maksimal 2000 dollar. To'ldirmoqchi bo'lgan summalarni yozasizlar va bu yerda depozit qilib bemalol savdo qilishingiz mumkin. Va bu yerda minimal dastlabki depozit miqdori $100 hisoblanadi.